HRning qora ro'yxatiga tushib qolmaslik uchun nimalardan qochish zarur? HR mutaxassislari kunga o'nlab, yuzlab nomzodlar bilan suhbatlar, intervyular olib borishadi va ayrim nomzodlar HRning ichki qora ro'yxatiga tushib qolishlari mumkin bo'ladi va ularga keyinchalik bu kompaniyada hech qanday imkoniyat berilmaydi. Birinchi, ishga kech kelish yoki intervyuga kelmaslik. Intervyuga kelish va'dasi berilgan bo'lsa, lekin kelinmasa yoki oxirgi daqiqalarda uni bekor qilish HR uchun juda ham yomon taassurot qoldiradi. Ikkinchi, rezyumedagi yolg'on va oshirib ko'rsatishlar. Ko'plab nomzodlar o'zlarining tajribalarini bo'rttirishadi, lekin bu ma'lumotlar HRlar tomonidan tekshirilganda uyalib qolishlari mumkin. Uchinchi, HR bilan qo'pol yoki hurmatsiz muloqot qilish. HRlar nafaqat intervyu oluvchi, balki kompaniyaning asosiy vakillaridan biri hisoblanadi. Ular bilan qo'pol munosabatda bo'lish sizni jamoada ishlay olmaslik kabi ko'nikmalaringizni bildiradi. To'rtinchi, oldingi ish joylari haqida yoki rahbarlarni yomonlash. Agar siz oldingi rahbarlaringiz yoki-da ishxonangizni yomonlasangiz, HRlar sizni noto'g'ri madaniyatga ega inson sifatida ko'rishadi. Beshinchi, ish sharoitlari haqida haddan tashqari ko'p savol berish. Albatta, ish haqqi, bonuslar, ta'tillar muhim, lekin intervyuning birinchi bosqichidayoq oylik qancha, maosh qancha berasiz, qancha ta'til kabi savollarni berish noto'g'ri hisoblanadi. Oltinchi, ishdan tez-tez ketish yoki shubhali rezyume. Agar rezyumengizda har 3-6 oyda ish o'zgartirgan bo'lsangiz, HRlar sizni bir kompaniyaga sodiq emas yoki sodiqligi past nomzod sifatida ko'rishi mumkin. 7-chi, kompaniya haqida hech narsa bilmaslik. HR sizdan bizning kompaniyamizda nimani bilasiz degan savoliga hech narsa degan javobni berish, bu sizni noprofessional ekanligingizdan dalolat beradi. 8-chi, professional bo'lmagan xatti-harakatlar, mobil telefonni o'chirmaslik yoki undan foydalanish, haddan tashqari tanqidiy yoki salbiy fikrlarni bildirish, shoshilinch va bezovta gaplashish, HRni ishontirish uchun turli yolg'onlardan foydalanish mumkin emas. 9-chi, intervyudan keyin aloqa qilmaslik yoki HR bilan noto'g'ri munosabat o'rnatish. Ko'pchilik nomzodlar suhbatdan keyin HR bilan aloqani yo'qotishadi yoki ular bilan aloqa qilishni to'xtatib qo'yishadi. Agar iloji bo'lsa, bir haftadan so'ng, 2 haftadan so'ng HR ga chiroyli tarzda xabar yozish va intervyu natijalarini so'rash zarur bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, HRlar nimani qadrlaydi? Ishga jiddiy yondashgan va mas'uliyatli nomzodlarni, halol va o'zini ortiqcha bo'rttirmagan insonlarni, kompaniya haqida ma'lumotni o'rganib kelgan nomzodlarni, hurmat bilan muomala qiladigan va jamoaga moslashuvchan nomzodlarni qadrlashadi. HRlarning qora ro'yxatiga tushib qolmaslik uchun yuqoridagi xatolarni takrorlamang.